Milliy bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida quyidagi bank kreditlar taklif qilinyapti. Misol uchun, demak, avtokreditlar birlamchi bozor uchun boshlang'ich badalining 30-40% miqdorida 25-27% bilan kredit ajratiladi. Bundan tashqari, ish haqi loyihasi va byudjet tashkiloti xodimlariga nisbatan o'sha nimani boshlang'ich badalni 30-40%ni shakllantirgan holda 23-25% miqdorida kreditlar ajratiladi. Bundan tashqari, ishsiz fuqarolar bandligini ta'minlash maqsadida biznesga birinchi qadam loyihasi doirasida 10 million so'mgacha ishsiz fuqarolar muayyan yo'nalish bo'yicha o'zini o'zi bandlagan holatda kredit mablag'i ajratiladi va bandlik ta'minlanadi. Bundan tashqari, daromad va byudjet mablag'iga ega bo'lgan shaxslarga nisbatan mikroqarz va onlayn mikroqarzlar ajratiladi va o'sha fuqarolarni bandligini ta'minlash bo'yicha amaliy ishlar amalga oshiriladi.